65 yillik tarixga ega Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan Namangandagi Gullar festivali bu yil o'zgacha tarovat bermoqda. $150 milliondan ortiq gul ko'chatlar, eng zo'r dekoratsiyalar va eng ajoyib konsert Namanganda. Bu yerdagi atmosfera, kuy-qo'shiqlar barchasi festivalimizga tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz va mehmonlarimizni xushnud etmoqda. Endi esa yurtdoshlarimiz fikrini o'rganib chiqamiz. Qani ketdik. Bizlar bir oy oldin tashkil qilib Namanganga kelib maktabni bitirishimizni 40 yilligini nishonlamoqchi edik. Mana keldik, Xudoga shukr. Shu yerda nishonlayapmiz. Hamma sinfdoshlarimizni tabriklab qolamiz kelmaganlardan shu bayram bilan. Namangan Gullar shahri deydi, bejizga emas ekan. Bizlar ana shu Namanganga kelib juda xursand bo'ldik. Keyingi yillarda kelishga harakat qilamiz. Hozir 40 yilligimiz 50, 60, 65 yilliklarda Xudo xolasa Namanganda o'tkazamiz deb niyat qildik. Hammangizni tabriklayman. Mana shunday bayramlarni tashkil etgan, ana shu hokimiyatga, masalan, shu kimlar ishtirok etgan hammasine rahmat. Bizlar bu uchun bir oy oldin bilet olib qo'ydik. Keyin tashkillashtirib sinfdoshlar barchamiz shu yerga tashrif buyurdik. O'tgan yil kursdoshlarim bilan keldik. Bu yil esa sinfdoshlarim bilan. Assalomu alaykum. Avvalo mana shu gul bayramini tashkil qilgan prezidentimiz umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Allohim hamisha ishlarning rivojini bersin. Viloyat hokimimiz ham umri uzoq bo'lsin. Mana shunday gul bayramini tashkil qilib, buni qaydan qayoq yurtimizning barcha viloyatlaridan, respublikalardan kelishyapti. Hamisha bardavom bo'lsin. Kelgusi yillarda ham yana shunday bayramlarda bo'lishni Alloh nasib etsin. Juda ham yaxshi bir yil. O'tgangidan juda farq qiladi. Boshqacha Namangan, o'zgacha festival. Barchangizni Namanganda kutamiz.